Toshkentning Qoraqamish mavzesida yashagan 2018-yilda Suriyaga chiqib jangari guruhlarga qo'shilgan Hasan Instagram orqali yoshlarni aldash va qurolli mojarolarga jalb qilishga harakat qilmoqda. Hasanning chaqiriqlariga aldanganlardan biri 30 yoshli Muhammad Ali. Suriyada bir bola bilan salom alaykum bor edi. Yoshligimda o'zi mana maktabdan taniganman. 2024-yil mobaynida shu diniy terroristik videolarni ko'rib ishqiboz bo'lib qoldim. Buni bilmaganman, o'sha Instagramda gaplashganman, salom alaykum qilib ko'rganman. O'sha yerdaligini keyin u mana shu yerdaman deb keyin o'sha ta'sir doirasiga tushirib qo'ydi deyman. U Guldek oilasi, farzandlari va ota-onasiga bo'lgan mas'uliyatini bir chetga surib, Suriyadagi buzg'unchi maslakdoshining ko'rsatmalari bilan Qozog'iston orqali Suriyaga yo'l olish rejasini tuzdi. Samolyotga chipta olish uchun mashinasini ham sotish payiga tushdi. Menga aytdiki, "Kesaman, sen hozir Turkiyaga uchib kelsang, masalan, Turkiyadan hozir kutib olaman" dedi. "Yo'q, olib ketamiz" dedi. U hatto birga ishlaydigan qarindoshlariga janglarda qatnashish farz ekani haqida noto'g'ri ma'lumotlar bergan va ularni ham Suriyaga ketishga chaqirgan. Suriya davlatida o'sha jihod amallarini olib borayotganini aytdi. O'shanda menga borasizmi deb taklif berdi. Men o'shanda rad javobini berdim. Zayndan ukamga aytgan, u ham yo'q degan. Ahmad ketdi, Sardor ketdi. Xolam o'g'li shu Hasan bilan gaplashgan aytdi menga. Bosh kerak ekan. Deb Hasan aytgan ekan keyin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar 4 og'ayni yigitlarni qo'lga oldi va ularning diniy ekstremizm mazmunidagi ma'ruzalarini tinglagani aniqlandi. Hozir jihod farz bo'ldi dedi. Men u narsani cheklab ketdim. O'sha jihod farzani bo'libdi. Hasan aytdi, Hasan keseli. Mana shunaqa через Turkiyaga kelinadi deb aytdi dedim. Videolarni ko'rib, o'tdi bola bilan gaplashganimda, shu ta'sir doirasiga tushib qolgan vaqtimda, men bu narsani ota-onamga aytmadim. Ana shu Suriyaga ketmoqchiligimni eshitib, manzaralar menga qoldi. Bolam dedilar, ota-onani dedilar, norozi qilib jannatga kirib olmaydi dedilar. Otam aytdilar bu gapni. Bitta farzandsan, o'zingni uchun farzanding bor. Bizning yoshimiz katta. Mo'min yoki biz o'lib qolsak, ertaga kim turadi janozada dedilar. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar ongiga ta'sir o'tkazish ekstremistlarning eng xavfli qurollaridan biri. Chet eldagi qurolli mojarolarga borish yoshlarning faqatgina hayotini emas, balki oilasini ham vayron qiladi. Ota-onam qarib qolgan paytda men sarson qilib qo'ydim. Nafar farzandim bor, qolib ketdi o'lgan. Bo'g'im bordi. Kasaldi. Ota-onam nafaqada ishlamaydi, yolg'iz boquvchi o'zim edim. Islom niqobi ostidagi jaholat, odamlarni o'lim yo'liga yetaklayotgan yolg'on chaqiriq. Bugun bu yolg'on chaqiriqlar qancha yoshlarning hayotini izdan chiqaryapti, oilasidan ajratyapti. Shu aybim shu, aybim to'g'rimi, ayb ish qildim, tushirib yetdi, hamma narsani. Hayotim rasvo bo'lib ketardi. Ketgan. Xatoyim shu payt men jinoyat yashab qo'yganman-da. Oldimdan yetmagan deyman. Sud tanishining chaqirig'i bilan Suriyaga ketishni reja qilgan Muhammad Alini aybdor deb topib, qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 156-moddasining 2-qismi va 244-2 moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 156-moddasining 2-qismi bilan 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2 moddasining 1-qismi bilan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan sudlanuvchiga uzil-kesil o'tashlik uchun 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Uning sheriklari ham qonun oldida javob beradigan bo'ldi. Suriyada aldov yo'li bilan vatandoshlarimizni jangga chorlayotganlar islomni niqob qilib, begunoh insonlar qoni to'kilishiga sababchi bo'lmoqda. Ularning aldovga uchib, o'zini ham, yaqinlarini ham yo'ldan adashtirgan Muhammad Ali kabi yigitlar esa oxir-oqibat qonun oldida javob berib, umrining ko'p yilini panjara ortida o'tkazmoqda. O'z qo'li bilan hayotini vayron qilmoqda.